Assalomu alaykum, kanalimizdan shaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Biz yana YouTube kanalimizga loyihalarimizni yuklashni boshladik va biz sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Navbatdagi bu loyihamiz ko'rib turganingizdek bir qavatlik yosh oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihamizni razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu ko'cha tarafimiz uzunligi 14 metr, uyimizni mana bu yon taraf uzunligi esa 18 metr. Mana shunda umumiy olganda uyimizni egallab turgan yer maydoni 2,5 sotiq yer maydonini egallab turdi. Asosiy bo'lgan mana bu yashash xonalarimizni metr kvadrati, ya'ni egallab turgan yer maydoni 14 ga bunaqasi 17 metr, 238 metr kvadrat joyini egallab turibdi. Biz bu loyihamiz bilan zakazchi bilan qilingan dogovorimiz faqatgina planirovka, fasad ishlari, plan deganda ustalarga beriladigan ishchi chizmalarini tayyorlab berishda dogovor qilganmiz. Endi bu loyihamizni xonalar joylashuvi bilan tanishadigan bo'lsak, xonalarimiz umumiy olganda 5 xonali yosh oilalarga mo'ljallangan ixcham uyimizdir. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini tepadan ko'rinishini tanishtirib o'tamiz. Biz oxirgi 2025 da yuklagan videolarimizda xonalar joylashuvini kamera orqali yurib tanishtirib o'tardik. Ko'p insonlar buni tushuna olmasdi. Endi 2026-yilni ilk YouTube ga yuklanayotgan loyihasi bo'lganligi, 101-chi loyiha bo'lganligi uchun biz xonalar joylashuvini tepadan kesib devorlarini ko'rsatib o'tamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini shunaqangi tepadan ko'rinishini kesib ko'rsatadigan bo'lsak, uyimizni oldi hovli qismi bunaqangi koridorli holatda qilingan. Uyimizni ichkari xonalariga har ikkala yon tarafdan kirishligi mumkin bo'ladi. Koridorli holatda qilingan. Bu yoq taraf ko'cha tarafimiz, bu yoq ichkari hovli hisoblanadi. Mana bu darvozaxonadan kirganimizda mana bu yerda kichkina ayvoncha orqali zinadan ko'tarilib, bu eshikdan kirganimizda koridorimiz va obrazli bunaqangi holatda. Koridorimizni chap qo'l tarafida mana bu bizda bitta eng katta mehmonxonamiz hisoblanadi mehmonlar uchun. Mehmonxonani yonidagi mana bu xona derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Eshigi esa koridordan kirganimizda to'g'ridagi eshik, mana bu eshik hisoblanadi. Bu xonamiz bizda bolalar yotoqxonasi, agar xohlasalar qizlar yoki da o'g'il bolalar yotoqxonasi qilib bo'lib berishligi mumkin bo'ladi. Buni yonidagi ham mana bu ichkarida o'ziga tegishli bitta derazasi bor. Bu ham bolalar yotoqxonasi. Misol uchun bu o'g'il bolalar yotoqxonasi yoki da qizlar, farqi yo'q. Bundan keyingi xona mana bu keng kattagina xonamiz kattalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu kattalar yotoqxonasini o'zlariga tegishli mana bu yerda shaxsiy yuvinish xonalari bor va mana bu koridorimizni so'ngida mana shu yuvinish xonasini oldidagi bu umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. Bu yerga ikkita xonani yuvinish xonasi qilganimiz sababi bu tarafdagi bolalar ham foydalanishligi yoki da mana bu yerdagi kattalar yotoqxonasini yuvinish xonasi bilan yonma-yon qilganimiz sababi santexnika turbalarini ustanovka qilish ham juda bir qulay hisoblanadi. Sababi mana bu xona bizda oxirgi xonamiz oshxona hisoblanadi. Umumiy olganda yosh oila uchun juda bir komfort holatda, deylik kichikroq oila, ikkita farzand bor, bir o'g'il, bir qiz. Misol bu xonamiz o'g'il bolasiga yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, bu qiz bolaga yotoqxona, ya'ni qiz farzandi uchun. Mana bu esa o'zlari uchun bo'ladi. Mana bu oshxona, ikkita yuvinish xonalari bor. Endi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, kichkinagina eshik qoldirganmiz. Aslida bu klientimizni mana bu tarafda anchagina yerlari bor. Misol uchun mana shu tarafga, orqa hovli tarafga o'tishlik uchun biz mana bu yerdan eshik qoldirib ketganmiz. Bunaqangi yashil zonalari bilan. Endi agar kimnidir yeri, deylik mana shu 17 metrda tugaydigan bo'lsa, bu eshikning o'rniga chiroyli qilib navis qilib yozgi oshxonalarni qilib olsalar juda bir chiroyli holatda bo'ladi. Biz yozgi oshxonalarini mana shu orqa hovli tarafga o'tkazib yuborganmiz. Joylari yetarli darajada ko'pligi uchun. Endi misol kimdadir savol bo'lsa, agar yosh oila ham qachondir farzandlari katta bo'lsa, o'g'illarini uylasa, mana bu yerdan misol uchun eshik qo'yib qo'ysa, kakka bo'lingan holatda bo'ladi. Bu yoqda ota-onasi, bu yoqqa o'g'illarini uylasalar bo'laveradi. Mana bu ikkala yon taraf, bu yoq taraf ota-ona uchun kirdi chiqdi. Misol uchun eshik foydalansa bo'ladi. Bu yoq taraf keyinchalik kelin bu tarafdan kirib yursalar ham bo'laveradi. Umumiy olganda bugungi loyihamiz mana shunday holatda edi. O'ylaymanki, bu loyihamiz
sizga ham manzur keldi degan umiddaman. Albatta eslatib o'tamanki, bizni Telegram va ayniqsa Instagram kanallarimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, mana shu loyihamizni qurilayotgan jarayonlarini, mana shu uyimizni real hayotda qanday holatda bitayotgani, real hayotda bunaqangi kichkinagina hayvonchalarimiz qanaqa ko'rinishligini ko'rib kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi loyihamiz, bugungi obzorimiz mana shulardan iborat edi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ylaymanki, bizni bundan buyog'iga ham qo'llab-quvvatlab yurasizlar degan umiddamiz. Rahmat hammaga.